Do'stlar, navbatdagi amaliyotimizni boshladik. Bu bemorimizda ikki tomonlama endometrioidli kista, ya'ni tuxumdon kistalari. Lekin bu tuxumdon kistalari asoratlanibdi. Endometrioidli kista mana shu tuxumdonlar mana ikkovi bir-biriga yopishib ketgan endometrioidli kista. Mana suyuqliklar, shikolatsimon suyuqliklar hammasi shuni asorati mana. Bu endometrioidli kista yorilganga o'xshayapti. Yorilib, shu suyuqligi mana qorin bo'shlig'iga tarqab ketibdi mana. Bular mana endometrioid o'choqlar hammasi. Bular endometrioid o'choqlar mana. Endometrioid o'choqlar. Butun qorin pardada shunaqa endometrioid o'choqlar. Mana. Hop, bundan tashqari mana qorin bo'shlig'ida mana yog'larigacha tarqab ketibdi, katta chaviladi mana endometrioid o'choqlar suyuqligi. Ha, bo'ldi, zo'r. Amaliyotni tugatdik mana, yakuniy bosqichi. Mana o'sha ikkala tuxumdonda endometrioid kistalar hammasi olindi mana. Tuxumdonda albatta sog' to'qimasi bizda qoladi, biz operatsiya qilganimizda. Mana shu mana sog' to'qimasi qoldi, mana ozginagina sog' to'qimasi. Ichidagi kistalar olib tashladik. Mana bunisida ham shunaqa, mana sog' to'qimasi qoldi. Olib tashladik. Operatsiya yaxshi bo'ldi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.